Zulmat asirasi yoxud tungi kapalak. Muallif Xazon Rezgi. 22-qism. O'qib berishdagi xato va kamchiliklarim uchun ming bor uzr. Tinchlikmi oyi? Dadamlarni nima bezovta qilyapti? Zulxumordan keyin ovozi bo'g'ildi Pokiza opaning. Qon bosimlari tez-tez ko'tariladigan bo'lib qoldi. Jaloliddin Pokiza opani yupatishga so'z topa olmay yerga qaradi. Uni bu vaziyatdan yon tarafdagi eshikdan chiqib kelgan qaynotasi Badriddin aka qutqarib qoldi. Iye, Jaloliddin kelibdilar-u. Nega ostonada turibsiz, bolam? Ichkariga kiring. Pokiza, o'g'lingga qaramaysanmi? Jaloliddin hozir kelib turgandilar-da dadasi. Qani yuringlar. Bolam, siz mehmonxonaga o'tavering. Men shundoq shom namozini o'qib olay. Dada, men ham siz bilan namozini o'qiy, keyin birga mehmonxonaga kirarmiz. Badriddin aka Jaloliddinga ajablanib qaradi. Ammo bir so'z demay uni ayvonga boshladi. Namozdan so'ng kechki taomga o'tirishgach, Jaloliddin suhbat ostida Pokiza opaga yuzlandi. Oyi, mabodo tanishlaringizni orasida bitta yarimta kompyuterga tushunadiganlar yo'qmi? Biz sengilar bu matohga unchalik ham tushunmaymiz, o'g'lim, dedi Pokiza opa hazin ovozda. Tinchlikmi? Bu narsa sizga nimaga kerak? Yangi ishga kirgan ishxonamda bir ikkita kompyuterni ustaga ko'rsatish kerak ekan. Ichida kerak-kerakmas ma'lumotlar to'lib qotib ishlaydigan bo'lib qolibdi. Shularni bir ko'rsatay degandim. Oyi, balki dugonalaringizni ukalarimi, o'g'illarinimi orasida shunaqa mutaxassislar yo'qmikin? Tanish odam bo'lsa yaxshi edi-da, qo'l uchida ish qilmasdi. O'zim bu yerda hali yaxshi mutaxassislarni yaxshi tanimayman-da. Menga qara Pokiza, dedi halatdan buyon jim o'tirib suhbatni tinglayotgan Badriddin aka, ayoliga allanimani xotirlagandek. Anavi dugonang Sapurani o'g'li Tolibchi, qachon qarasa mana shunaqa narsalarni timirskilab yurmasmidi? Voy, ha dadasi, birdan yuzi yorishdi Pokiza opaning. Tolibjon sira ham esimga kelmabdi-ku. Jaloliddin Tolib ismini eshitishi bilan yuragi gurs-gurs ura boshladi. Yo tavba, deb o'yladi u. Nahotki bu o'sha tovlamachi yigit bo'lsa? Alloh taolo ham ol qulim, halol tovog'ingga iflos panjasini suqqan marazni nima qilsang qil deb yo'limga chiqarib qo'ydimikin ayo? Ha, bolam, o'ylanib qoldingiz. Jaloliddinning kayfiyati o'zgarganini birinchi bo'lib Pokiza opa payqadi. Sira xavotir olmang, Sapuraga aytaman, o'g'li yo'q demay ishingizni bitkazib beradi. Meni ham ularga o'tkazib qo'ygan joylarim ko'p. Rahmat oyi, ko'zlarini yerga oldi Jaloliddin. To'g'risi, Toshkentga keliboq sizlarga yukimni tushirayotganimdan xijolatdaman. Unday demang o'g'lim, ko'ngli buzildi Pokiza opaning. Siz ham o'rnida o'g'limsiz. Undan keyin odam bilan tirik ekan. Siz uchun eshigimiz hamisha ochiq. Kelib tursangiz xursand bo'lamiz. Balki ishingizga shu yerdan qatnarsiz. Ko'ryapsiz, shuncha uy bo'sh yotibdi. Oyi, avvalo taklif uchun rahmat. Menga ishxonaning o'zidan yashash uchun xona ajratishdi. Biroq qo'lim bo'shashi bilan sizlarnikiga kelib turaman. Aytgancha, qayerga ishga kirganimni aytmadim-a? Feruza degan restoranni eshitganmisiz? Men o'sha restoranni qo'riqlash xizmatiga ishga qabul qilindim. Birga o'qigan og'aynilarimning tavsiyasi bilan. Ha, bilamiz u restoranni. U yerda o'tkazilgan to'ylarda ishtirok etganmiz ham. Juda hashamatli, zo'r restoran edi. Shaharning manaman degan kazo-kazolari. Onasi, sen undan ko'ra dugonangga qo'ng'iroq qilib, Jaloliddinning ishini bitkazib bersang-chi? Norozilanib gapga qo'shildi Badriddin aka. Ayollar shuda, bir mavzuni ochsang bo'ldi. Avvalgisi esidan chiqib, bunisini ortidan ketadi. Voy o'lmasam, dadasi, gapingiz mutlaqo rost. Erining tanbehidan xafa bo'lmadi Pokiza opa. Men hozir telefonimni olib chiqay. Jaloliddin qo'shnixonaga chiqib ketgan qaynonasining ortidan o'kinch bilan qarab qoldi. Zulxumor ham oyisiga o'xshab, ko'ngli ochiq edi. Tezda Pokiza opa qo'lidagi telefonga shaxdam gapirgancha xonaga kirib keldi.
Voy Sapu, men sendan ot bilan tuya so'raganim yo'q. Nihoyat Tolibjoning kuyovimning ishxonasidagi kompyuterni bir ko'rib bersin dedim xolos. O'g'lim ishda deb darrovda og'zimga urasan. O'g'ling ishdaligini bilaman men ham. Hozirgi vaqtda bekorchi odam bor ekanmi? Pokiza opa telefonni uzoqlashtirib Jaloliddinga shivirladi. Shanbaga borsa bo'ladimi? Kech bo'lib ketmaydimi? Jaloliddin ovoz chiqarmay boshi bilan ha degan ishorani berdi. Pokiza opa yana telefonga baland ovozda gapira ketdi. Ha, bo'ladi. Shanba bo'lsa ham mayli. O'g'lingning raqamini aytgin, kuyovim o'zlari telefon qilib kelishib oladilar. Ha, aytaver. U Jaloliddinga yozib oling ishorasini qildi. 90lik? Oxiri 93. Bo'ldi, yozib oldim. Mayli, rahmat. Joning sog' bo'lsin. Ey, kelsangchi bundoq bir o'tiradigan bo'lib. Ha, xo'p, gaplashamiz, Sapu. Ana ishning yarmi bitta hisob. Mamnun jilmaydi Badriddin aka. Bular oyingizga yo'q deya olishmasdi. Rahmat oyi, dedi Jaloliddin ko'nglidan o'tganlarni bazo'r yashirib. Bilasizmi o'g'lim, bir vaqtlar ana shu Sapurani erini yomonlar falon pulga tushirib qamalishiga sababchi bo'lay deyishganida, oyingiz ota-onasidan qolgan 2 xonali uyni sotib, kamomatni to'lab dugonasini erini hibsdan olib qolgan, dedi Badriddin aka. Ana shunaqa degan ma'noda. Shuning uchun oyingizning shu dugonasiga bemalol haddi sig'adi. Shunday deng, yuragi ezildi Jaloliddinning. Bu voqeaga qancha bo'lgan? Keyin ular qarzlarini qaytarib berishganmi? Unda mana Sapuraning shu Tolibjoni esini tanib qolganda. Oyingiz aynan Tolibjonning endi adasiz qolamanmi deb zorillab yig'laganiga chiday olmay sotib yuborgandi uyni. Bo'lmasa o'zimizning ham oshib-toshib ketgan joyimiz yo'q edi. Sapuraning eri pulingizni qilib beraman dedi-yu, ammo lafzini bajarishga umri yetmadi. Qo'ying adasi, pul topiladi. Odam topilmas ekan. Men u pullardan allaqachon kechib yuborganman. Pokiza opa zumda hazin tortib qolgandi. Bu dunyodan kim mol va davlatini olib ketibdiki, biz olib ketsak. Qaynonasining oxirgi so'zlaridan Jaloliddinning yuragi zirilladi. To'g'ri aytasiz oyi, dedi u ko'nglida. Odam topilishi qiyin ekan bu dunyoda. Shanba kuni Jonibek belgilangan manzilda Xushro'y tomonidan yig'ilgan gumashtalari Zoir, Tursun va Yorqinni ko'rib iljaydi. Ovimiz baroridan kelsin. Lab lunjingni yig'ishtirib ol, bitliqi, dedi Yorqin unga irganib nazar tashlab. Bu safar hammasi jiddiy. Men ayollar bilan u qizni hushsizlantirib sizlarga 15-kilometrda topshiraman. Ko'cha yuzidagi baliq sotadigan oshxonadan o'tgandan so'ng 200 qadamdan keyin to'p bo'lib o'sgan 6-7 ta chinor keladi. Qizning ishi bitgach, qorong'i tushgandan so'ng uni asosiy yo'l yoqasiga tashlab ketasanlar. Odamlar tezroq uni topib ichki ishlarga xabar berishlari kerak. Buyurtmachining talabi shu. Ha, aytgancha, ehtiyot bo'llaring. Yana qizni yuk mashinalar qorong'ida ko'rmay, ustidan bosib pitig'ini chiqarib ketmasin. Ishni ko'ngildagidek bajarib shaharga qaytasanlar va bu burchagidan viloyatga chiqib ketasanlar. Shu bilan 2-3 hafta daf bo'larsanlar. Tushunarlimi? Tushunarli. Unda hozir taksi ushlab, men aytgan joyga borib turlaring. Yo'l-yo'lakay taksini 3 marotaba alishtirasizlar. Ehtiyot shart. Biz qizni bu yerdan olib borsak, Rauf o'zining furgonida sizlarni kutib turadi. Qizni bexitgina unga ortsalaring bo'ldi. U yog'i o'zlaringga ma'lum. Bo'pti, tarqalishdik bo'lmasa. Jonibek boshliq yigitlar kaftlarini bir-biriga ishqalab, zo'r kayfiyatda yo'lga tushdilar. Xushro'y avvaldan gaplashib qo'ygan ayollar metro bekatida Dilhayoni paydam kutib turishardi. Qizni birinchi bo'lib Gulyora payqadi. U oppoq shim, yengsiz, jigarrang kofta kiyib, qulog'iga quloqchin taqib olgan. Uzun sochlari yelkasiga erkin tashlab qo'yilgan qizni bir ko'rishda tanidi. "Singlim", dedi u qizning yo'lini to'sib chiqar ekan, yasama tilyog'lamalik bilan. "Mabodo G'azalkentga ketmaysizmi?" Dilhayo qulog'idagi quloqchini bo'lgani uchun uning so'zlarini fahmlamadi. "Menga gapiryapsizmi?" dedi u o'ng qulog'idagi quloqchinni ola turib. "Kechirasiz, sizni eshitmadim." "G'azalkentga ketyapsizmi?" "Ha,
ajablandi Dilhayo. G'azalkentga? Juda sozda. Kakraz mashina to'lishiga bitta yo'lovchi kerak. Yuring men bilan, darhol jo'naymiz. Yaxshi, jilmaydi Dilhayo. Taklifingiz ayni vaqtida bo'ldi-da. Yashang opajon. U shunday deb tuflisini poshnasini taq-taq bosgancha yo'lga tushdi. Qaysi mashina opajon? Ishqilib Damas emasmi? Yo'q, shoshilib qoldi. Hu anavi Spark'ga minamiz. Nam asfalt rangidagi Spark'ga. Men eshik tarafga o'tiray maylimi? Jilmaydi Dilhayo Gulyoraga. O'rtaga o'tirsam, yuragim siqiladi. Agar yo'q desangiz, boshqa mashina kuta qolaman. Yo'q, bemalol o'tiravering eshik tarafga. Biz dugonalarim bilan shoshilib turibmiz. Manzilga vaqtida yetib olsak bo'lgani. Ayol shunday deb Dilhayoni haydovchi o'rindig'ining ortidagi eshik tarafga o'tkazib yubordi-yu, o'zi o'rtaga suqildi. Shopir aka, haydang, dedi u tantanavor. Qani ketdik? Gulyor, akamga qo'ng'iroq qilib qo'yayda, dedi old o'rindiqqa allazamon joylashib o'tirib olgan ayol. Bizni kutib ichlari pishib o'tirmasin. U shunday deb sumkasidan uyali telefonni chiqardi-yu, "Allo aka. Ha, biz yo'lga chiqdik. Bo'ldi, nasib qilsa kech qolmaymiz", dedi. "Singlim, siz ham G'azalkentga ketyapsizmi yo yo'lda tushib qolasizmi?" Dilhayo qulog'idagi quloqchinday qo'shiqni eshitib, xayol surib qolgandi. Bu qizni xayoli hozir bu yerda emas, kulimsiradi Gulyora old o'rindiqdagi dugonasiga. "Seni eshitmasdan 7-osmonda uchib yuribdi. Tak что, xalaqit bermasang yaxshi bo'lardi, Muqad." "Hay mayli", dedi Muqaddam deganlari darrovda ko'nib. "Shunchaki so'ragandim. Gap yo'g'ida gap edi-da. Sen undan ko'ra Laziga o'xshab jim ket. Odobli ayollarga o'xshab. Qaragin, qo'y og'zidan cho'p olmagan ayolga o'xshaydi o'zi ham. Mening Laziga o'xshagunimcha qancha qovun pishig'i bor", kulimsiradi Muqaddam. "Bo'pti. 15 minut ko'zimni yuvay, kerak paytda yo'g'otarsan." Gulyora Muqaddamga javob qaytarmadi. Uning bor fikru xayoli Dilhayoni yigitlarga eson-omon topshirib olishda edi. Mashina asosiy yo'lga tushib boshqa avtoulovlar siyraklashgach, Gulyora vaqtni g'animat bilib, sumkachasini ochib undagi ixcham flakonchani mahkam changalladi. U flakonchani qo'liga qulay qilib ushlagach, uni sumkasidan shartta chiqardi-yu, ichidagi suyuqlikni Dilhayoning yuziga purkab yubordi. Dilhayo nima bo'lganligini fahmlamay, tezda hushini yo'qotdi. "Buncha shoshdingiz, opa?" Rulni boshqarib borayotgan yorqin noroziligini yashirmay po'ng'illadi. "Hali manzilga ancha vaqt bor edi-ku. Buningizni o'lgan o'likdek qilib, shuncha yo'lga sudrab borishni ayting endi. Kamiga yo'l to'la kamera, dan xodimlari bo'lsa." Chumchuqdan qo'rqqan tariq egmaydi. Asta Dilhayoning boshini yelkasiga olar ekan, labini burdi Gulyora. Singlim shunchaki charchagan va menga suyangancha uxlab qoldi. Shunga shuncha vahimami? "Ey, menga qara, rahmating shumi menga? Qizni poylagan men, mashinaga o'tirishga ko'ndirgan ham yana o'zim. Uxlatgan ham tag'in kamina. Mashinangda muzqaymoq yalab o'tirganim yo'q-ku, ba'zilarga o'xshab. Gapni eshitadigan ham yana men. Yana olinadigan pul qoq o'rtasidan bo'linadi. Hali uyga qaytaylik, xonimga aytadigan gaplarim bor." "Voy bu, burningdan oshirib gapirib bo'lmay qolibdi seni." Muqaddam arazlangan namoz suhbatga qo'shildi. "Ha, o'zing-ku, qizni olib kelaman deb Lazi ikkimizga so'z bermay o'rtaga tushib yugurgilagan. Yana bizni aybdor qilasan. Bizga ham yo'l bersang, mashinadan biqib o'tirmasdik. Qulay vaqtda ishni taxlab qo'ya qolay dedim-da. Shumi aybim? O'zi nozikkina qiz ekan. Bittada ishi bitta." Darrovda gapni boshqa yoqqa burdi Gulyora. "Esinglardami? Bahorda ovlagan qushchamiz qo'l-oyog'i ishlamay qolganda ham sira taslim bo'lgisi kelmagandi. Oxiri ukol qilib tarradek qotirib qo'ygandik." "Ha, aytma", unga qo'shildi Muqaddam. O'zi oddiy oilaning qizi bo'lsa ham, unga katta pul tikilgandi. Dushmani kuchli ekanmi deyman-da. Manavi qiz esa boyvachcha odamlarning qizi ekanligi shundoqqina yuz ko'zidan ko'rinib turibdi. Mayli, kimning qizi bo'lsa ham popukdekkina qiz ekan. Ammo nachora.
taqdir ustidan xunuk hukm chiqaribdi. Gapga qo'shildi Laziza. Men har safar shunaqa ishni qaytib qilmayman deyman-u, biroq hayot majbur qilyapti-da. Hayotni aybdor qilma. Undan ko'ra o'rgangan ko'ngil o'rtansa qo'ymas degin. Gulyoraning kesatiq gapiga Laziza xo'rsinib javob qaytardi. Yo'q, haqiqatda majburligimdan chiqdim. Husnoramning yana tobi yo'q. Kasalxonaga yotqizishga falon pul kerak. Shunga yana sizlarga qo'shilishga majbur bo'ldim. Biroq vijdonim shunchalar qiynalyaptiki. Menda yo'q o'sha vijdon. Lazizaning gapini shart kesdi Gulyora. Uni mendan 32 yil avval tortib olishgan nomusim bilan birga. Yana kim deng? Mayli, so'ramay qo'ya qolinglar. Bayram kayfiyatini buzmaylik. Manzilga ham yetib keldik, dedi suhbatga qo'shilgan Yorqin. Ana, Raufning furgoni. Qizni ularga beramiz va shu bilan bizning missiya tamom. U yog'i esa taralli yalla. Yorqin Sparkini Raufning furgonini orqa eshigiga taqab haydab bordi. Shu payt furgon ichidan 3 nafar erkak otilib tushib, behush yotgan Dilhayoni jadallik bilan yopiq bortga oldilar. Bo'pti, sizlarga omad, dedi Yorqin Rauf va Jonibekka. Bu yog'ini o'zingiz uddalarsiz. Ammo yodlaringda tursin. Qizni kechki 7:30larda katta yo'lga tashlab ketishlaring shart. Ehtiyot bo'lasizlar bu yog'iga. Xavotir olmang, dedi Jonibek iljayib. Bunaqa ishni birinchi marta qilayotganimiz yo'q-ku. To'g'ri aytasan. Senga aql o'rgatish ortiqcha, qo'l siltadi Yorqin. Men opaxonlarni olib shaharga qaytay. Yana yo'lma-yo'l miyamni qatig'ini chiqaradi bular. Yorqin ayollarni mashinaga o'tkazdi-yu, yo'lga ravona bo'ldi. Ularni kuzatgan Jonibek sheriklariga suyulib iljaydi. Ketdik, mashina bilan suv bo'yiga tushaylik. Senlar sal narida baliq ovlayotgandek bo'lasanlar. Furgon bortiga esa navbatma-navbat kiramiz. Menga qara, qanaqasiga har doim senga omad kulib boqaveradi, dedi Zoir. Har safar qura tortilganda birinchi navbat seniki bo'ladi, Jonibek. Qaynonasi suygan yigitman-da men, xiringladi Jonibek. Qizini javobini bergan kunimdan boshlab kuniga 5 mahal meni duo qiladi-yu. Ha, bo'pti, hadisa savol berib ishdan qo'ymalaring, qushcha meni kutib qolmasin tag'in. Jonibek furgonning yopiq bortiga kirib, eshikni ichkaridan qulfladi. Bortning ichi nimqorong'i bo'lib, uni yoritish uchun qo'l fonari yoqilib, qo'lbola sim bilan shiftga ilib qo'yilgandi. Jonibek ichkarida ko'zi o'rganguncha birpas serrayib turdi. So'ng shundoq oyoqlari ostida yotgan sohibjamol qizga yutoqib tikildi. U asta kiyimlarini yechib, qiz tarafga qadam bosgan ham ediki, qiz epchillik bilan yotgan joyidan sakrab turdi-yu, Jonibekning ikki oyog'ining o'rtasiga bor kuchi bilan tepdi. Jonibek qovug'ini changallagancha tizzalab qoldi. Nima qilding, iflos, dedi u bazo'r xirillagancha. Seni munosib kutib olishga harakat qildim, Mitlaqa akajon. Kulimsiragancha ko'zini qisdi Dilhayo. Qalay, men bilan shunday uchrashuvni orzu qilganmiding? Kimsan, qanjiq, ingradi Jonibek. Seni kim yubordi? Kim bo'lardim? Shu paytgacha sen nomusini toptagan qizlarning qasdini oluvchi menman. Jinoyat qidiruv bo'limidan kapitan Dilhayo Nabiyevaman. Manjalaqa, sen hali beri hushingga kelmasliging kerak edi. Seningcha shunday. Meni senlarga topshirgan ayollardan biri esa aybini yengillashtirish maqsadida hushsizlantiruvchi dorili flakonni almashtirishga 2 kun avval rozi bo'lganda. Ana shunaqa. Iflos, hali yana qo'limga tushasan-ku, iflos. Ishga xalaqit beryapsiz, fuqaro Keldiyev. Undan keyin mening bitta yomon odatim bor. Sha'nimga aytilgan haqoratni qabul qila olmayman. Shuning uchun biroz uxlaganingiz ma'qul. Dilhayo shunday deb cho'kka tushib o'tirgan Jonibekning yuziga oyog'i bilan aylantirib tepdi. Dilhayo shimining to'p qismidan mujazgina telefon chiqardi-yu, kerakli tugmani bosdi. Men Qora Atirgul. Ish rejadagidek ketmoqda. Sizga joyning lokatsiyasini tashlayman. Bu deyman, Mitlaqa ichkarida ancha qolib ketdimi?
dedi Zoir sheriklariga g'ijinib. O'zichi shu Joni g'irt noinsof yigit, nafsi buzuq uning. Indamasak, bizning navbatimizni ham zoye qiladi. Zoir o'rnidan turib furgon tarafga qadam bosgan ham ediki, atrofni sirenasini yoqqan 4 nafar xizmat mashinasi o'rab oldi. Joyingizdan qimirlamang. O'ng tomondagi mashinadan ovoz kuchaytirgichning ogohlantirishi eshitildi. Har bir qilgan qaltis harakatingiz o'z zararingizga ishlashi mumkin. Zoir, Rauf va ularning yana bir sherigi turgan joylarida tosh qotdilar. Shu orada furgonning eshigi sharaqlab ochilib, uning ichidan Dilhayo sakrab tushdi. Kapitan Nabiyeva, salomatmisiz? Dilhayo ovoz kelgan tarafga burilib, o'ng qo'lini ko'tardi. Hammasi joyida, Sanjar Ravshanovich. Men barcha ashyoviy dalillar bilan hisobot berishga tayyorman. Ovoz kelgan mashinadan 45 yoshlardagi erkak tushib, Dilhayoga yuzlandi. Sendan juda xavotir oldim, qizim. Ammo bu safar ham barchasini qoyilmaqom uddalading. Zulmat asirasi operatsiyasini muvaffaqiyatli yakunlanishi bilan seni tabriklayman. Vatanimga xizmat qilaman, jilmaydi Dilhayo. Ruxsat bersangiz, akamga qo'ng'iroq qilib olsam. Kamolga mening salomimni yetkaz. Xo'p bo'ladi, o'rtoq mayor. Albatta aytaman.